Birinchi bo'lib aytmoqchi bo'lgan narsam shundaki, badang hozirgi metada expo va roam rolida o'ynaladi, har doim tanqiviy sborkada. Ko'pincha banda bo'ladi, lekin banda bo'lmagan paytida har doim pik qilinadi. Passivkasidan boshlaymiz. Badanga passivkasi shundaki, 4 ta avtoatakadan keyin 5-avtoatakasi geroyi itarib boradi va ozgina kontrol beradi. Lekin geroyi orqasida, masalan, qanaqadir devor turgan bo'lsa, geroy qo'shimcha kontrol oladi. Birinchi skillga keladigan bo'lsak, birinchi skill fizический урон beradi. Mana shunaqa animatsiyasi bor. Geroylarni bu ham itarib boradi. Mana lekin geroyi orqasida devor turgan bo'lsa, geroy qo'shimcha kontrol oladi. Ikkinchi skillga keladigan bo'lsak, bu rivok, mana shunaqa ishlaydi. Ikkinchi skill yordamida stenkalarni sakrab o'tsanglar bo'ladi. Lekin ikkinchi skillni dushman geroylariga ishlatsanglar, qo'shimcha uron beradi va orqasida stenka qoldiradi, mana shunaqa devor qoldiradi. Ultasiga keladigan bo'lsak, ultasi mana shunaqa fizический massiviy uron beradi va geroylarni itarib boradi. Lekin masalan ulta berganingizda orqasida devor turgan bo'lsa yoki ikkinchi skillda turgan bo'lsa, dushman geroyi qo'shimcha kontrol oladi. Masalan, hozir ko'rsataman. Ikkinchi skill beryapman, kontrolga tushdi. Ulta beryapman, kontrolga tushdi. Birinchi skill beryapman, yana qo'shimcha kontrolga tushdi. Bu kombinatsiyani hisobiga sizlar dushman geroylarini massiviy kontrol bilan uzoq kontrolda ushlab tursanglar bo'ladi. Sborka bilan emblemalarini videoni sal pastida qoldirib ketganman.